Bugungi darsligimiz ruscha partiyaning ikkinchi varianti. Demak, boshladik. E4, qoralar E5, kun F3, qoralar kun F6. Bu holatda kun uradi E5, qoralar kun C6 kunni alishtirib o'rmoqchi va kun uradi C6 ga. Qoralar DS qilib javob beradi va bu holatda oqlar D3 yurib E4dagi pechkani himoya qiladi. D3 ga slon C5 qoralar holatda yuradi. Slon C5 ga oqlar slon G5, ya'ni kun ochmasiga qo'yapti va bu holatda kun uradi E4, kun uradi E4 ga, ya'ni bu holatda laushga qo'yapti ferzni qurbonlik qilib. Slon uradi D8, slon uradi D8 ga, slon F2 dan shoh korol majbur E2 ga qochadi va slon G4 dan mod holatga kelib chiqadi. Demak, bugungi darsligimiz shundan iborat.